Qadrdonlar, assalomu alaykum. Mana bugun juma, ulug'ayam kun. Barchalarga juma ayyom muborak bo'lsin. Mansurbek shogird. Assalomu alaykum. Sizlar Yaxshimisizlar, tanjolar insonni. Bugun Xudo xolasa mana 16-yanvar, kecha 15-yanvarda, undan oldin 14-yanvarda o'tkazgan bo'lsak, erkaklar bayramini tabriklayman. Vatan himoyachilar kuni bo'ldi, juda ajoyib bo'ldi, ko'pchilik tabrikladi. Qolaversa, bizni komandani tabriklayman. Botirjon ukamiz, shogirdimiz Rossiya Federatsiyasidan shaytat qo'rqmasa kelib. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Salomatlaring yaxshimi? Hammani o'tib ketgan bo'lsa ham Vatan himoyachilar kuni bilan chin qalbim muborakbod etaman. Xudo xolasa mana akalarim oldiga yetib keldim. Gulnor aka ham bor. bir dasturxon ustida o'tiribmiz, svetlar o'chgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Avvalo bugungi ayyom barchalarga muborak bo'lsin. Biz ham qo'shilamiz. Ustozlar gapiga, mana do'stlar gapiga 14-yanvar o'tib ketgan bo'lsa ham akalarimiz, ukalarimiz bayramingiz muborak bo'lsin. Bundan tashqari yana bir bugungi o'tirishimizni ajoyib sababchisi bor. Hoji akam. Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Shu ikkovlarining gaplariga qo'shilamizda, endi gap tugatib qo'yishdi. Umra safaridan kelganlar ekanmiz. Shunday. Hoji aka bo'ldilar, Musoxon hoji. Ilohim hammaga nasib qilsa mana Qayta borish. ular kun keldilarmi? 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi. Xudo xolasa mana umra ziyoratlarini ado etib keldilar. Ilohim har bir bandaga Mana nasib shu qilsin. ikkita kaftalaga ham nasib qilsin tezroq. To'g'risi boramiz. Mana akam bilan jizzani paqqos tushiryapti. Piyoz bilan yomon ketaveradi, to'g'risi bo'lmasa. Bismillah. Bitta gap obraslar. Ko'pchilik shogirdlar borib keldi. Xudo xolasa 2026 Mansurbek shogirdidan qolaversa, mana bormagan sizlar bor-ku, ichimizda bormaganlar. O'shalar bilan borishiga hammamizga nasib qilsin. Ulug'ayam kunlarda duo qilib qo'yinglar, biz ham boraylik, sizlar ham boringlar. Ota-onalar bilan boringlar, biz ham boraylik. Qolgan shogirdlar ham keladi, hamma bugun to'planadi. Hamma degandan keyin hammasi emas u. Keladiganlar, yaqindagilar chaqirganmiz, hozir mana Andijondan kelishyapti. Quvadan, Yozyovondan, sentrdan kelishyapti. Namangandan Suvliyardan kelyapti, Namangandan. Juda ko'pchilik kelyapti, video oxirigacha ko'ringlar, ko'rasizlar. Olaymi? Davom borda.